Do'stlar, sizlar bilan men Jahon 50103. Bugun biz water drop qilishni o'rganamiz. Yo'masam qani ketdik. Yo'masam do'stlar, mana shu yerdan u yoqqacha sakraveraman. Water drop qilib beraman. Water drop qilish yo'llari oson, prosta qaranglar. Suvni olasizlar. Tushib kelayotganinglarda, tushib kelmasligidan oldin bitta qolganda suvni bunday qo'yib olasizlar, olasizlar. Hozir. Men to'rtchikida ekaman, hozir uzr bolalar. Ana vijvaniga o'tib oldim. Bu yerda suvlar bor. Bu checkpoint nimaga bor deb o'ylaysizlar? Qarab turinglar. Suv yoqqa tushibdi. Keyingi videoda mana shu avtomat modlarini qo'shishni o'rgataman. Buni o'qisa kerak, mana shuda. Mana o'tsa ham bo'ladi, qaranglar. Bu yoqqa sakraveraman. Bu yaqinlashdi, ko'rdinglarmi? Bismillahirrohmanirrohim. Ana biratlarim, oson bu, chunki oson. Ana qaranglar, chiqib beraman. Shunga chiqish kerak-da, o'lish kerak mana. Uning uchun. Bismillahirrohmanirrohim. Narvon qo'yib qo'ymaganman bir. Biz o'lish kerak. O'zimizni kill yoza olamiz, qaranglar. Boshdan o'rgataman sizlarga. Boshdan o'rgataman, hozir sekin. Mas. 4 blokdan yo 5 blokdan o'rgataman, qaranglar. Qaranglar. Bunday turasizlar. Turib, bunday tushmasligidan oldin bunday qo'yib olasizlar. Uzoqda bo'lsa, shunday uzoqda ham shunday qilasizlar, bitta ikkita blok qo'yganda sap-sap bo'ladi. Qaranglar, yana ko'rsatib beraman. Men bu water dropda professional bo'lib ketganman. Unchalik professional emas u, lekin professional. Ko'zimda yo'qolishay. Yo'qol. Borib aytimda jonimga tegib kelgan. Qaranglar. Mana. 1 2 3 qaranglar. Oddiy sakrash u, oddiy sakrash. Oddiy sakrash qaranglar. Mana bunga o'xshab bunday qilib sakraysizlar, mana. Bunday sakraysizlar bo'ldi. Prosta uni sakrashtiga bunday suv qo'shib qo'yasizlar, bo'ldi. Men tepadan ko'rsatib beraman, uni tepadan water drop qilib beraman. Qaranglar, yana moya kirib turib, bunday qilib turib, buni bilmasligi kerak ko'pchilik. Bunday kill deb turib, inglizchalab. Ikkitala kill deb turib, mana bunday qilib turib, o'ladi odam. Mana bu checkpoint desam bo'ladi. Qaranglar. Ko'rsatib beraman men. Keyin o'rganib olsanglar, Minecraft endi boshlaganlar uchun kerak bo'lib qoladi. Tepadan tushayotganda. Qaranglar. E'tibor qilmaysizlar, qaranglar. Minecraft endi boshlayotganlar uchun deyapman endi. Ana mana qilib qo'ysanglar bo'ladi. Boya unchalik aks bo'lib qoldi. Endi ko'rdinglar o'zinglar va baho berdinglar. Chap qo'lga olsa bo'ladi. Agar mana shu videomiz chiqib ketsa, mana shu avtomatlar modini ko'rsataman.
mana shu video yoki mana shu videoda 5 ta like yig'ilsa, 5 ta like yig'ilsa, men mana ashi bo'yicha mana qaranglar. Hayvonlarni o'ldirsanglar ham bo'ladi. Kill ket. Ashuna qilib hayvonlarni o'ldirsanglar bo'ladi. Mana tushasizlar, sakraysizlar, bunday suvga qo'shib qo'yasizlar. Bu oson. Mana bunday qilsa ham bo'ladi. Voy, suvda ushlamoqchi edim. Suvda boshdan bolalar qaranglar. Suv qani? Suv qani? Mana marta qolib ketibdi-yu. Antvi Mayro deydi-yu, qaranglar. Boshdan. Ana bolalar, men dirimman-ku. Mana qilib tushsalar bo'ladi. Yo'qmasam video yoqqan bo'lsa, hammaga xayr, sizlar bilan men 013 bo'ldim. Yuppi!